Ashur oyining kelganlarini e'tiborga olib turib, o'yidagi bola-chaqaga qilib beradigan ro'zgorini kengroq qilib berishlik bor. Masalan, boshqa oyda bola-chaqalaringizga haftada bir marta palov qilib bersangiz, endi mana ashur oyi kelibdilar deb haftada 2 marta palov bo'lsa, yana yaxshi. Ashur oyi kelibdilar deb bola-chaqalarga haydagangi meva-chevalar bilan, novvat va qandlar bilan bahra oldirishingiz kamroq bo'lgan oylar bo'lsa, ashur oyi kelibdilar deb bola-chaqaga meva-chevalar bilan bahralantirsangiz yana savob bo'ladi. Rasululloh marhamat qildilarki, ashur oyida har kim ro'zgoriga kengchilik qilsa, yil oxirigacha Alloh taolo u bandaga kengchilik ato qiladi degan ekanlar. Ashur oyi to'g'risidagi sabit bo'lgan hadis ro'za ham ro'zgorotda kengchilik qilishlik ekan. Ammo undan boshqa bid'atlarga o'ta ko'rmaylik muhtaram jamoat. Alloh hammamizni gunohlarimizni kechirib, huzuriga borganimizda sharmanda qilmasdan barcha gunohlarimizni G'afurur Rahim Parvardigor kechirmoqligini o'zidan so'raymiz. Allohumma g'fir zunubana va sur uyubana va aslih holana va hol jami'il muslimin ajma'in.